Assalomu alaykum. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Kimdir juda ko'p ovqat yesa ham semirmaydi. Kimdir esa kamgina ovqat yesa ham semirib ketadi. Kimgadir qaysi vitamin yoki preparat juda ham yaxshi ta'sir qiladi, kimgadir esa bu preparat ishlamaydi. Buni barchasini siri bizning genlarimizda yashiringan aslida. Biz ana shunday genetika bilan tug'ilganmiz va mana shu genetikamiz bizning hayotimiz davomida bizni tashqi ko'rinishimizga, qarish prosesslarimizga, bizdagi sochlarimiz, tirnoq, tashqi ko'rinish, umuman ichki a'zolarimizning qanday ishlashi yoki qandaydir bir kasallikning rivojlanishiga da katta ahamiyatga ega bo'lgan mana shuni bosh rolni qo'lida ushlab turadigan narsa bu bizning genetikamiz hisoblanadi. Bugun men sizlarga o'zimning genetika misolida kelajak tibbiyoti qanday bo'lishini ko'rsatib bermoqchiman. Kelajak tibbiyoti nima degani? Biz har doim oddiy tibbiyotda kasalliklarni davolaganmiz. Kasalliklarning belgilarini yo'qotishga harakat qilganmiz yoki kasallik paydo bo'lgandan keyin uni tagi bilan davolashga harakat qilganmiz. Kelajak tibbiyoti esa bu kasallikni kelib chiqishini oldini oladi. U sizni umringizni uzaytirishga qaratilgan va u sizni yoshartirishga qaratilgan. Siz o'ylaysizki, dunyodagi eng mashhur insonlar, eng mashhur aktrisalar, bular plastik operatsiya bilan ozishdi yoki ukol bilan ozishdi yoki bular qandaydir sehrli bir faqat sport qiladi, faqat sog'lom ovqatlanadi deb o'ylaysiz. Lekin aslida bunday emas. Ular o'zlarining genetikasini yaxshi bilishadi. Ular o'ziga qaysi mahsulotlar semirtirishini, qaysi mahsulotlar esa ularning organizmini buzishi haqida informatsiyaga ega. Va hozirgi kundagi mana shu kelajak tibbiyoti, ya'ni anti-age tibbiyot, longevity tibbiyot, peptidlar bilan davolash, genetik tibbiyot juda ham oldinga ilg'or chiqib ketdi. Va o'ylaymanki, sizda ham hozir bu imkoniyat bor. Men qildim bu testni va demak siz ham bu testni qila olasiz. Biz mana shu genetik testlar haqida sizlar bilan gaplashamiz va buni qanday o'tkazish kerak, bu qanday amalga oshadi. Mana shu haqida gaplashamiz. Bugungi kunda biz mana shu genetik testlarni o'z klinikamizda ayollarimizga sog'ligini tiklash maqsadida o'tkazishni yo'lga qo'ydik. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib biz mana shu amaliyotni yo'lga qo'ydik. Bu qanday jarayon sodir bo'ladi? Demak, birinchi bu testni avval o'zimda sinab ko'rdim, yaqin insonlarimda sinab ko'rdim va boshqalarga tavsiya qilishni boshladik. Siz sog'lom bo'lsangiz ham yoki sizda qanaqadir kasallik holati mavjud bo'lsa ham, siz o'zingizni tanangizni xaritadek, genetik xaritasini tuzib olasiz va bu osonroq, ya'ni ham tezroq sog'lomlashishingizga yoki bir sport bo'lsa chempion bo'lishingizga, teringizni yoshligini saqlab qolishga, tanangizni to'g'ri tushunishga, umuman olganda tanangizni tilini tushunishga yordam beradigan genetik amaliyot hisoblanadi. Biz bu amaliyotni o'zimizda tekshirmaymiz. Biz bu amaliyotni Nordic laboratoriyasida, Finlandiyada bu laboratoriya joylashgan va mana shu joyda bu laboratoriya tahlillarni tekshirib beradi. Dunyoning eng nufuzli laboratoriyalaridan biri Nordic laboratoriya. Bu shunchaki laboratoriya emas. Demak, bu laboratoriyalar olamida Michelin yulduzi deb hisoblangan, o'zining akkreditatsiyasiga ega, ISO akkreditatsiyasiga ega. Mana shu joyda akkreditatsiya raqamini qoldirdim. Bu nima degani? Laboratoriya eng ishonchli bo'lganda, mana shunaqangi akkreditatsiyadan o'tganda, o'zining eng yuqori ko'rsatkichiga ega bo'lganda beriladigan ISO sertifikat hisoblanadi. Va bu degani 100% aniqlikda qilinadi. Va genetik testingizni topshirganingizda sizdan 5 ekzemplyar qon olinadi va mana shu 5 ekzemplyar qon bu degani qayta-qayta tekshiruvlardan o'tgan holatda 100% aniqlik bilan qilinadi. Sizni genetikangiz umringiz davomida o'zgarmaydi. Siz shunday tug'ilgansiz va shunday ketamiz degani. Va mana shu genetik testni topshirganingizdan keyin demak bu ahamiyatini yo'qotmaydi. Butun umr yetadigan test hisoblanadi. Faqat umringiz davomida demak bir martagina topshirasiz, o'zingiz haqingizda ma'lumotga ega bo'lasiz degani. Unda men hozir topshirib yurgan qon tahlillarim unda nimaga deb so'rashingiz mumkin. Biz topshirayotgan qon tahlillari bu bizning hozirgi holatimizni ko'rsatadi. Hozirgi biologik organizmda kechayotgan jarayonlarni ko'rsatadi. Genetik aytib o'tganimdek o'zgarmaydi. Butun umr u siz bilan muhrlangan holatda bo'ladi. Siz bilan hayotingiz davomida demak o'zgarmaysiz va siz tayyor genetik xaritani, formulani olasiz taningizni sog'lom saqlash bo'yicha. Umuman olganda tibbiyotda biz analizlarni topshirtirganimizdan keyin sizni hozirgi holatingizdan kelib chiqqan holatda preparatlarni yozib beramiz. Lekin u preparat sizda qay darajada ishlaydi? Biz bu narsani oldindan bilmaymiz. Biz preparatni berganimizdan keyin biz sizni monitoring qilamiz. 10 kundan keyin keling, 1 oydan keyin keling, 3 oydan keyin keling, qayta analiz topshiring. Mana shunaqa qilib biz sizni organizmingizga tushib olishimiz uchun, o'rganib olishimiz
o'rganishimiz uchun, sizni holatingizni dinamikada kuzatish uchun biz demak sizni doim nazoratda ushlab turamiz. Genetik xarita nima degani? Genetik xarita siz aynan tanangizga mos keladigan preparat tarkiblarini bilib olasiz. Teringizga mos keladigan krem tarkiblarini bilib olasiz. Sizda ishlaydigan vitaminlarni bilib olasiz. Men aynan mana shu o'zimda natijalarim asosida sizga aytib bermoqchiman. Men o'zimda DNA Core testini topshirdim. Core testining javoblari shu. Va bu joyga nima deydi? Bundan ham ko'p aslida. Bitta test topshirganingizda mana shunaqangi ko'pgina siz haqingizda deyarli kitob bo'lib keladi DNKni testda. Bu hammasi men haqimda yozilgan ma'lumotlar. Va men o'zimni misolimda sizga tushuntirib bera olaman. Masalan, suyak haqida aytiladigan bo'lsak, meni suyagimda здоровье костей и суставов, ya'ni meni suyagimdagi mineral zichlik, suyagimdagi osteoporoz rivojlanishiga bo'lgan moyillik va menda qanaqa. Bu yerda bizda asosiy tekshiriladigan genlarimiz bor va mana shu genlar asosida menda bu narsaga risk past chiqqan bitta demak sklonность bitta обычный holatda chiqqan. Bu bo'ladi повышенный bo'lib chiqadi. Va bu yerda menga tavsiyalar bilan ketadi. Ya'ni test просто tak sizga mana analiz topshirsangiz faqat javob chiqadi-ku. Genetik testda yaxshi tomoni shundaki, sizni genetikangiz qanaqaligi chiqadi va uni oldida albatta tavsiyasi bilan chiqadi. Masalan, aytaylik sizda mana shu suyakning mineralizatsiyasi jarayonida genetik mutatsiya chiqadigan bo'lsa, genlaringizda o'zgarish chiqadigan bo'lsa, oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, o'zgarish chiqadigan bo'lsa, siz bu narsaga mana shu yomon geningizni o'chirib qo'yish bilan javob bera olasiz. Ya'ni buni qanaqa qilib o'chirib qo'yasiz? Mineral plotность tushib ketmasligi uchun, mineral zichlik tushib ketib, sizda keyinchalik suyak sinishi kelib chiqmasin, yoshingiz qariganda bilasiz. Juda ham ko'p yoshi katta insonlarimiz suyak sinishi bilan olamdan o'tishadi. Ya'ni yosh katta bo'lganda avval suyak sinan, undan keyin juda ham ko'pchiligi suyak sinishdan keyin vafot etgan. Bunaqangi qarindoshlaringiz, tanishlaringiz sizda ham bo'lishligi mumkin. Suyak sinishi nima uchun kelib chiqyapti? Biz demak sababini bilib oldik va bu yerda faqatgina menda hozir sizga aytganim moyillik yo'qligini ko'rsatyapti. Lekin agar menda moyillik bo'lganida aynan qaysi mineral hisobiga menda moyillik borligini bu yerda ko'rsatgan bo'lardi. Va bundan tashqari menda qanaqangi mashqlar qilishim kerak, zichligim tushib ketmasligi uchun qanday ovqatlanishim kerak, qanaqa vitaminlar menga to'g'ri keladi, mana shu haqida bu yerda tavsiyalar bo'ladi. Masalan, bu yerda hozir meni yaxshi genlarim haqida ekan, hozir yomon genlarim haqida ham aytib beraman sizga. Uglevodlar almashinuvi haqida meni genetik xaritam. Uglevodlar almashinuvi bo'yicha menda bunda ham yaxshi chiqdi, ya'ni chувствительностьim yaxshi chiqdi bu narsada. Ya'ni meni semirishim aynan biz o'ylaymiz, odatda uglevod hisobiga biz semiramiz deb o'ylaymiz. Aslida meni semirishim yog'lar hisobiga kelib chiqishini ma'lum bo'ldi. Mana shu genetik testdan keyin uglevodlarni o'zlashtirishim bo'yicha muammo yo'qligi, ya'ni menda qanday diabetga moyillik yo'qligi aniq bo'ldi. Men buni oldindan taxmin qilardim, chunki meni ota liniyamda, ona liniyamda ham saharli diabet bilan kasal bo'lganlar yo'q. Va bu narsani bu tasdiqlab beryapti. Menda haqiqatan ham qandli diabet o'tkazishga moyilligim yo'q. Ya'ni qandli diabet bo'lib qolish ehtimolligim yo'q. Endi agar sizga hozir noto'g'ri chiqqan, nima deydi, yaxshi chiqmagani haqida aytib bersam, yana ham tushunarli bo'ladi. Bu menda aynan yog' almashinuvi. To'yingan yog'lar bilan meni organizmimdagi problema. Bu yerdagi genetik testda mana o'zgarishlar, juda ham ko'p o'zgarishlar chiqqan va chувствительностьim умеренный darajada chiqyapti. Sezuvchanligim умеренный chiqadi. Bu degani nima qilishim kerak? Yog' almashinuvi buzilmasligi uchun organizmda bu degani bu yerda juda ham ko'p tavsiyalar berib o'tilgan. Oddiy tilda tushuntiraman. Agar men hayvon yog'lari, ya'ni nasishli, to'yingan yog'larni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsam, juda ham ko'p iste'mol qiladigan bo'lsam, birinchi o'rinda ateroskleroz, yurak qon tomiri kasalliklari va organizmda avval visceral yog'larning yig'ilishi, undan keyin tanada tashqarida yog'lar yig'ilishi kuzatiladi. Va haqiqatan ham shunaqa. Men masalan dumba yog'larini yaxshi ko'rib yerdim o'zi aslida va aynan mana shunaqangi dumba yog'iga juda ham ko'p ovqat pishirardim uyda ham. Mana suyuq ovqat bo'lsa ham, osh bo'lsa ham ko'proq dumba yog'ida pishirishga harakat qilardim, chunki men o'ylardim, aynan qo'y dumba yog'i bu xolesterin emas, bu foydali yog' deb hisoblardim. Aynan meni o'zimda va sariyog'ga ko'proq ishlatganman. Teplin biz aytamiz-ku anaqa nima deymiz, GX yog'i deb qo'yamiz hozir. Aynan uyda tayyorlangan sariyog'. Mana shunaqa yog'lardan foydalanardim, lekin aslida genetikamda ko'rganimda aynan menda
hayvon yog'lari, sariyog' ham aslida bu hayvon yog' hisoblanadi. Hayvon yog'larida o'zlashtirishda menda muammo borligi aniqlandi va bu nima degani? Nima qilishim kerak? Aynan mana shunaqangi to'yingan yog'larni kamaytirishingiz kerak deb yozyapti va o'zingizga qo'shishingiz kerak ko'proq o'simlik yog'larini. Masalan, olivka yog' qo'shishingiz kerak, avokado qo'shishingiz kerak, yong'oqlar turli xili. Yog'ga bo'lgan ehtiyojingizni ko'proq bu tarafdan qondiring. Masalan, 100% yog'ga bo'lgan ehtiyojim oladigan bo'lsam, menda yog' qabul qilayotgan yog'im 80% o'simlik yog'i bo'lishi kerak, 20% qisman hayvon yog'i tashkil qilsa bo'ladi. Shunda menda kasallik holati kelib chiqmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Bizda chiqadigan genetika muammoni biz o'chirib qo'yishimiz mumkin. To'g'ri tartibli bizga mos keladigan demak hayot tarzimiz bilan yoki biz uni yana ham kuchaytirib yuborishimiz mumkin. Va shuning uchun ham men hozirgi kunda ana shu qovurish mumkin bo'lgan olivka yog'lariga o'tishga harakat qilyapman. Zig'ir yog'iga qilishim mumkin yoki bo'lmasam mana shunaqangi yong'oqlardan o'z avokado ko'p yemayman, lekin yeb turishga harakat qilyapman, foydali yog'lar kirishligi uchun. Va ratsionimdan sariyog'ni ham, hayvon yog'larini ham kamaytirishga harakat qildim, lekin ular ham yo'q emas, lekin aytganimdek 20-30% tashkil qiladi. Bu yerda har bittasi mening organizmim haqida. Bu ham aynan mana shu mening tana vaznimni saqlash va mononasыщенный jирlar bilan, yog'lar bilan organizmimni bog'liqligi haqida. Qaranglar, qanaqa усиленный genetika buzilgan chiqqan bu joyda. Bu yerda menga tayyor formula, tayyor maslahatlarni beryapti va istochnik pitания, ovqatlanishimni anaqasini beryapti menga. Sostav qanaqa berishingiz kerak? 1 kunlik porsiya 1 столовая ложка оливковое масло. Yoki 30 gram olivka yeyishim kerak ekan, yoki bitta shtuk sredniy razmerdagi avokado yeyishim kerak ekan, yoki 30 gram mindal yoki 2 ta osh qoshiqda yong'oq yog'i yeyishim mumkin ekan, men organizmimni yog'ga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun. Shunda menda yog' bilan bog'liq muammolar, visceral yog'larni organizmga ko'payib ketishi yuz bermas ekan. Atak menda o'zi haqiqatan bu ko'rsatib berdi. Bizda mana naslimizda yurak qon tomir kasalliklari bilan kasallanganlar ona tomonimda ham, ota tomonimda ham bor va bu yerda bu narsani men sababini topib oldim. Faqat bu emas. Bu yerda xullas menda juda ham bunaqa problemalarim ko'p. Umuman genetikadan minnatdorman. Bunaqa juda ham dahshatli darajada yomon emas ekan, lekin o'ziga xos men qarashim kerak bo'lgan o'zgarishlar bor. Hozir men bu haqida sizlarga yana aytib beraman, tahlil qilib, genetik testlar haqida dalshi davom etamiz. Yana nimalarni bilsangiz bo'ladi. Genetik testlar bizni organizmimizdagi detoksikatsiya jarayonlari, ya'ni toksinlarni chiqarib yuborish jarayonlari, metillanish jarayonlariga javob beradi va bundan tashqari aynan mana shu uglevod, yog', almashinuvi, lipid, oksil almashinuvi, qondagi qand moddasini almashinuvi, hattoki kofeinga bo'lgan sezgirligimiz, har bitta narsaga bizni sezgirligimizni o'lchab beradigan, aniqlab 100% aniqlab beradigan test hisoblanadi. Men aynan mana shu detoksifikatsiya jarayonlarida o'zimning genetikamda juda ham kuchli mutatsiyalarni ko'rdim. Hozir o'sha analizimni topolmadim. Bu juda ham ko'p narsa, chunki tartibi buzilib ketdi. Men buni juda ham ko'p varaqlaganligim uchun detoksikatsiya jarayonlari buzilganligini ko'rdim. Jigarimda ikkinchi faza detoks ishlamasligini ko'rdim va aynan ikkinchi faza detoksda menga yordam beradigan moddaga aytilgan. Men odatda jigarimni tozalashim uchun jigarimni nima deydi? Jigar tozalash uchun bilasiz, biz ko'pincha mana tayyor mahsulotlardan foydalanamizda. Masalan, tayyor preparatlarni ichamiz. Karsil deysizmi, apkasul deysizmi, essensial deysizmi, artishok deysizmi, rastoropsha deysizmi, jigar uchun ishlanadigan juda ham ko'p tarkibli moddalar bor, dorilar bor. Nak ichadi kimdir, glutation qabul, kimdir alfa-lipoiviy kislota. Juda ham hozirgi kunda batla bilan, juda ham mana shunaqangi tabiiy narsalar bilan jigar tozalovlari kuchayib ketgan. Lekin aynan meni genetikamda jigarimni tozalashga eng ko'p yordam beradigan modda boshqa modda ekanligini aniqladim. Bu brokoli tarkibida bo'ladigan, o'zimizni обычный brokoli karamini tarkibida bo'ladigan sulforafan moddasi yordam berishini aniqladim. Angladim va sulforafan tarkibli preparatlarni tanlashga harakat qilyapman. Jigardagi detoks jarayonlarimni normaga tushirish uchun. Va jigarimdagi detoks buzilganligini men oldindan bilganman. Sababi menda aynan stress paytida yuzimdagi rangni o'zgarib ketishi, ya'ni qanaqadir
to'qilashi, bo'g'ilib qoladi rangim. Stress paytida kuchayadi bu narsa. Yoki noto'g'ri uxlaganimda yoki noto'g'ri ovqatlanishni boshlaganimda kasal bo'lib qolganimda rangimda bo'g'ilib ketishni sezaman. Bu narsa toksinlarni organizmdan chiqib ketishining buzilganligini ko'rsatadi. Homiladorlik davrimda har safar mana 3 marta homiladorligimda ham yuzimga juda ham ko'p dog'lar tushishni boshlagan va bu narsada men ko'p preparatlarni sinab ko'rganman, lekin ishlamagan. Va bu yerda menga tavsiya berilyapti, mana funksiya второй фазы detoksifikatsiya aynan сниженный oxirigacha maksimalniy сниженный, ko'ryapsizmi qanchalik menda jigarimda oxirigacha detoks prosesslari o'tmasligi. Va bu narsa menga olib keladi nima? Chunki gormonlarimizda bizda jigarimizda gormonlar oxirgi metabolizmga uchraydi. Jigardan hattoki gormonlarning oxirigacha metabolizmi yuz bermaydi agar mana shunaqangi faza buzilgan bo'lsa. Va bu narsa bizda keyinchalik mioma, polip o'sishiga, ko'kraklarimizda kista o'sishiga, umuman organizmimizda qanaqadir proseslarning buzilishiga olib keladi. Xullas, bu yerda aynan ikkinchi faza detoksifikatsiyani qo'llab-quvvatlashingiz uchun kuniga qancha gram brokoli yeyishim kerakligi yoki qanaqa preparat qabul qilishim kerakligi aniq ko'rsatib berilgan. Xullas, bizda metillanish prosesslari, bizda menda eng yomon chiqqan yana bitta yomon genim haqida aytaman. Bu endi shaxsiy ma'lumotlar, lekin buni sizlar tushunishingiz uchun men bu ma'lumotlarni taqdim qilyapman. Vitamin B gruppadagi o'zgarishlar chiqqanligi. Vitamin B gruppa bu bilasiz bizni umumiy nerv sistemamiz salomatligi uchun kerak. Agar B gruppa vitaminlarda narusheniya bo'ladigan bo'lsa, almashinuvda buzilish bo'ladigan bo'lsa, B gruppa vitaminlari bu degani nerv sistemasini tiklanish prosesslari qiyin bo'ladi. O'sha miyelinizatsiya qiyin bo'ladi. Nervingiz shamollab qolsa tuzalmaysiz, asabiy bo'lib qolasiz yoki uxlamaydigan bo'lasiz. Mana hozir menda u narsa yo'q, lekin bu kelajakda kelib chiqadi degani. Qariganimizda Alsgeymerga moyilligimiz, kasalliklarimizni kelib chiqishi, umuman olganda stressga moyilligimiz, depressiyaga, hamma narsa bu yerda bor. Testlarning har xil turlari bor qizlar. Mana bu joyda ham menda oxirigacha повышенный risk juda ham kuchli genetik mana shu MTHFR genlarimda qanaqa o'zgarishlar borligi analizimni ko'rsatib beryapti. CT, CA, IgG bu genlarni o'sha qo'lchalar, oyoqchalari, buni genetiklarimiz yaxshi tushunishadi va uni to'g'rilash uchun nima qilishim kerak degan savolga bu yerda javob berilyapti. Xullas qizlarjonlar, aziz tomoshabinlarimiz, bizda hozir mana shunaqa qilib o'zingizni qaysi vitaminni yaxshi o'zlashtira olishingiz, qaysi muammolaringiz kelajakda bo'lishi mumkin, oldindan bu narsalarni diagnostika qilib ketsangiz bo'ladi. Va men bu narsani sezdim. B gruppa vitaminlari da B2 da, B6, B9, B12 hamma B'larimda muammo bor. Bu degani men B gruppa vitaminlarni aktiv formasini qabul qilishim kerak, chunki ular menda to'g'ri metabolizmdan o'tmaydi, oxirigacha aktiv formaga yetib bormaydi. Men B gruppa vitaminlarni oziq-ovqatdan ham ola olaman, lekin olganim bilan menda oxirigacha menga kerak bo'lgan aktiv formagacha yetib bormaydi, ular chiqib ketadi. Va menda bu narsa yaxshi ishlashi uchun, demak, men aktiv formalarni qabul qilishim kerakligi haqida bu yerda yozilgan. Va qanday dozada qabul qilishim kerakligi ham yozilgan. Xullas, bu narsa haqida juda ham qiziqarli ma'lumotlar, qizlar, aziz tomoshabinlarimiz, bu narsani har bitta inson bilishi kerak deb hisoblayman. DNK Health bu hozir sizga ko'rsatganim, men core analiz topshirganman va gormon topshirganman. Hozir Health haqida aytib o'tmoqchiman. DNK Health bu uzoq umr ko'rish va hujayraviy oziqlanish san'ati. Ya'ni siz qabul qilayotgan vitaminlar haqiqatan ham so'rilyaptimi? Yallig'lanish va qarishning asosiy sababi bo'lgan oksidlanuvchi stressga qarshi kurashish salohiyatingizni aniqlashga qaratilgan. Bu nima degani? Oksidativniy stress bizni tanamizni qaritadi. Tanamizda yallig'lanish bo'lganda, qanaqadir muammolarimiz bo'lganda bu oksidativniy stress deb aytamiz, kuchayib ketadi. Hujayra ichida kislorod yetishmovchiligi va bu qarish degani, oddiy qilib aytganda, mana shu jarayonlarni ko'rsatib beradi DNK Health. Keyingisi DNK Diet bu ozishning matematik aniqligi. Aytganimizdek, hammabop maslahatlar va taxminlar, keto yoki kam yog'li tizimlarni ko'r-ko'rona tanlash, vaqtinchalik natija va yana qayta semirib ketish, yallig'lanish xavfi. Bu narsani aynan sizda DNKdagi yondashuv qanaqa? Uglevod va yog' metabolizmi genlariga asoslangan aniq matematika. Sizning tanangiz uchun aynan qaysi makronutrient xavfsiz ekanligini bilish. Hozir aytganimdek, yog'larni to'g'ri tanladik. Kimdadir balki bu hayvon yog'lari yaxshi metabolizmga uchrar, kimdadir o'simlik yog'lari, kimdadir shakarga bo'lgan, demak, almashinuv buzilgan, kimdadir
lipid, oqsil almashinuvida muammo bor. Demak, aynan o'zingizni holatingizni bilish uchun barqaror ozish va mukammal tanadagi mikrobioma. Bu nima degani? Sizni genetikangiz bo'yicha siz o'zingizga mos ovqatlarni yeganingizda ichakdagi mikrobiomada ham buzilishlar bo'lmaydi degani. Mind bor, bu aynan ruhiy salomatlik haqida. Resilience bor, bu stressni boshqarish san'ati haqida. Sizning aynan kuchli va kuchsiz tomonlaringiz haqida aniqlab beradigan genetik test. DNK gormon, bu genetik gormonlaringiz qanaqangi genetikasi gormonlaringiz. Ya'ni sizning jinsiy gormonlaringiz estrogen, testosteron, progesteron, umuman olganda hamma gormonlaringiz qanday bo'lib sintez qilinadi, ular organizmda qanday tashiladi va xavfsiz tarzda detoksifikatsiya qilinishi haqida. Genetik moyilligingiz haqida. Bu gormonal muvozanatning o'zgarmas arxitekturasi, ya'ni sizning bu gormonlaringiz xuddi shunaqa. Sizda qaysidir gormonlar dominant, qaysidir pastroqda, qaysidir doim oshib ketaveradi, qaysi biridir tushib ketaveradi. Aynan genetik xaritangiz bu sizning gormonlaringizga. Va undan keyingisi Dutch test. Bu Dutch test bu eng zolotoy standart hisoblanadi gormonal salomatlikda. Chunki Dutch test aynan hozirgi paytda mana o'zi genetika gormonni bilib oldingiz, qanaqa tug'ilganligingizni, Dutch test ana shu gormonlaringizni siz hozir qaysi darajaga olib kelib qo'yganingiz haqida, yashash tarzingiz bilan, yeb ichishingiz bilan, qanaqa stresslaringiz bilan, umuman olganda organizmni hozir qay darajada qiynayotganingiz haqida. Dutch test bu nima qilib beradi? Agar imkoniyatingiz, agar sizning DNK imkoniyatlaringiz xaritasi bo'lsa, Dutch test tahlili ayni damdagi manzilingiz. Bu butun dunyoda tan olingan eng keng qamrovli funksional tahlil bo'lib, tanangizdagi gormonlar bugun shu soniyada qanday ishlayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni peshobingiz orqali peshobda qanday metabolizmga o'tyapti gormonlaringiz. Sizda qanaqadir onkologiyani o'stirishga moyil bo'lgan proseslar bo'lsa, gormonlar bilan bog'liq. Bularni aniqlab beradi. Yoki qaysi gormonni fraksiyasi oshib ketdi qonda. Yomon fraksiya oshib ketdimi, yaxshi fraksiya oshib ketdimi? Xullas, hozirgi holatingizdagi diagnostika qilib beradi gormonlaringizni. Buni men kimga tavsiya qilaman? Bepushtlik bilan bepushtlik bilan qiynalayotgan gormonlarda muammo bo'lgan qizlarimizga, yaxshi yetilmayotgan, yaxshi o'smayotgan gormonlarda muammosi bor qizlarimizga, erkaklarda testosteron tushib ketaveradi, bepushtlik muammosi kuzatilayotgan erkaklarimizga. Umuman olganda mioma o'sayotgan, ana shunaqangi yoki jigarda kasallik kuzatilayotgan yoki onkologik qanaqadir problema kelib chiqayotgan insonlarimizga bu Dutch testni tavsiya qilgan bo'lardim. Ular o'zlarining gormonlaridagi o'zgarishlar va bilasiz, gormon bu orkestrda dirijor hisoblanadi. Bizni tanamizni bu yoqqa qilsa biz bu yoqqa qarab ketamiz, semirib, bu yoqqa qilsa biz ozib ketamiz. Mana bu dirijorimiz bor, bizni asabiy qilib tashlaydi yoki bir juda uxlaydigan qilib qo'yadi, bo'shashtirib. Gormon bu dirijor sizni boshqaradi. Demak, ana shu gormonlarimizni ham biz o'zimizni hayot tarzimizni, mana shunaqangi genetik xaritamizni o'rganib olib, biz uni boshqarishimiz mumkin. Biz uni dirijorlik qobiliyatini mana shu tayoqchasini qo'limizga olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdagi kombinatsiyalar, demak, Dutch bilan DNK gormonni birgalikda topshirganimizda, demak, biz genetik arxitekturani aniq bila olamiz. Hozirgi real vaqtdagi gormonlarimiz va bizning genetik gormonlarimizning holati haqida aniq bila olamiz. Demak, birga topshirsak, bu eng ideal holat hisoblanadi. DNK skin, ya'ni teri, ichkaridan balqib turuvchi go'zallik deb nom berilgan. Qarang qanaqa. Kollagenlarning elastikligi, ultrabinafsha nurlardan terimizni himoyasi, qarishga qarshi genetik profilingiz haqida, terini ichkaridan oziqlantirish haqida. Go'zallik shunchaki, demak, kosmetika emas, u aniq biologiya. Demak, DNK skin bu teringizni holati, sizni qanaqa ovqatlanganingizda yaxshiroq bo'ladi, qanaqa tarkibli krem ishlatganingizda yaxshiroq bo'ladi. Siz aynan teringizdagi kollagenni sintezi haqida, dog'larga moyilligingiz haqida, umuman teringiz go'zalligi haqida biologik kartani qo'lga kiritasiz bu bilan. DNK Smile bu tishlarimiz salomatligi haqida. MedCheck bu xavfsiz va samarali farmakogenetika, ya'ni bu degani sizga qaysi tarkibli farmakologik preparatlar tushadi. Qaysi tarkibli dori umuman sizda ishlamaydi, qaysi tarkibli dori ishlaydi degani. Dorilarning tarkibi bo'yicha genetikangizni aniqlab beradi. Biz bu genetikani shunaqa shakllanib kelyapmiz biz qizlar. Necha yillar davomida biz onalarimiz qaysi preparatni qabul qildi. Bizni genetikamiz mana shu preparatlarni o'zlashtira olmasligi haqida. Men buni tavsiya qilgan bo'lardim surunkali kasalligi bor insonlarga. Ya'ni doim preparat ichib yuradi. Masalan,
qon bosimi ko'tariladi doimo yoki qand miqdori ko'tariladi qonda. Umuman olganda og'riq qoldiruvchi har doim ichib yuradi. Mana shu insonlarimizga eng xavfsiz bo'lgan, sizni organizmingizga zarar yetkazib qo'ymaydigan va samarali ishlab beradigan dorini tarkibini topib berishimiz kerakki, siz umringiz davomida keyinchalik boshqa o'sha dorini ta'sirida boshqa kasallikni oshirib olmasligingiz uchun. DNK gut bu mikrobioma va ovqat hazm qilish muammosi, oshqozon ichagida sistemasida muammosi bor bo'lgan insonlar uchun. Bu juda ham katta informatsiyani beradi ichaklarimiz haqida. Biz aynan ichaklarimiz bilasiz, bu bizning ikkinchi miyamiz, bu bizning eng katta 70% immun sistemamiz. Ichaklarimiz bizni juda ham katta organizmimizga ta'sir ko'rsatadigan sistema. Keyingi testimiz Grow Baby, bu sog'lom kelajak avlod uchun. Ya'ni agar siz farzand rejalashtirayotgan bo'lsangiz, Grow Baby test tavsiya qilinadi. Ya'ni farzandingizni sog'lom tug'moqchi bo'lsangiz, farzandingiz salomatligi sizning bugungi qarorlaringizdan boshlanadi. Homiladorlikdan oldin ota-onaning genetik yo'llari oziqlanishni optimallashtirish orqali kelajak avlod uchun eng kuchli salomatlik poydevorini yarating. Ya'ni aynan bolajoningiz sog'lom tug'ilishi uchun Grow Baby aynan rejalashtirayotganlar uchun. Bu yana ham qarang qanaqa. Biz hozirgi holatimizga yetib kelgunimizcha onamiz homiladorlikni yo rejalashtirgan yo rejalashtirmagan. Homiladorlikni yo anglab yo anglamasdan o'tkazgan. Tug'ruqni yo anglab yo anglamasdan o'tkazdi va bolani yo anglab yo anglamasdan katta qildi. Lekin alhamdulillah biz o'lib qolmasdan shu holatga yetib keldik. Mana shu proseslardan keldi bizni hozirgi holatimiz, hozirgi kasalmizmi, sog'lommizmi, nimjonmizmi, baquvvatmizmi? Mana shu etaplardan o'tib biz mana shu holatdamiz hozir. Hozirgi zamonaviy eng so'nggi tibbiyot, kelajak tibbiyot, so'nggi tibbiyotdan emas, bu kelajak tibbiyoti. Qarang qanaqa. Sizni bolachangizni hali tug'ilmasdan oldin sog'ligini planировать qilib beryapti. U homila paytingizda siz nima yeyishingizni oldindan hal qilib beryapti. Tug'ilgandan keyin bolachangizni genetikasini agar aniqlaydigan bo'lsangiz, bolachangizni shu tartibda yashatib ketsangiz, u qanaqa bola bo'ladi? U umuman haqiqatan ham o'ta kuchli bola bo'ladi. Tengdoshlaridan o'ta boshqacha bola bo'ladi bu bola. Undan keyingisi bor mana DNA aktiv, bu jismoniy potensialingizni ochish, bu sport haqida. Sizning tanangiz qanday mashqlarga eng yaxshi reaksiya bildiradi? Mushak tolalarining turi, kisloroddan foydalanishi, qayta tiklanish tezligi mushakni va jarohatlanish xavfiga qarab jismoniy faolligingizni mutlaq aniqlik bilan genetikangizga moslashtira olasiz. Bu degani siz qaysi sportda chempion bo'lasiz. Bolachangiz topshirtirsangiz, bolachangizni genetik imkoniyatlari qanaqa sportda? Mana shu narsani aniqlab beradi. Men bu narsani har bitta ota-onaga bolachasini agar sportga berayotgan bo'lsa, topshirtirishlarini tavsiya qilaman. Bundan tashqari barcha erkaklarga ham, ayollarga ham o'z aslida kerak. Va bu kimga kerak yana? Sportmenlarga alohida kerak. Sportmen inson o'z imkoniyatlarini bilib olishi uchun kerak bu narsa. Va qolgan insonlarga ham aytgan bo'lardim, tanangizni chiroyli saqlab qolishingiz uchun bu genetik testlar sizga yordam beradi. Demak, jarayon oddiy, tez va aniq. Nima qilamiz? Namuna olinadi yoki so'lakdan yoki barmoqdagi qondan olinadi. Agar dach topshirsak, machadan olinadi. Xuddi mana shunaqangi paketchalarda bizga informatsion list bilan yuborishgan ular va biz bu yerga siz haqingizdagi hamma ma'lumotlarni yozamiz. Bu yerda hatto barmog'ingizdan qon oladigan igolkagacha adnaraz va hamma narsa kelgan. Biz bu narsa bilan sizni qoningizni olamiz va demak olingandan keyin Helsinki laboratoriyasi, demak o'sha tahlil asosida shaxsiy hisobot va strategiyani sizga tayyorlab beradi. Biz buni ularning o'zini maxsus nima deymiz, logistika sistemasi bor. Ular 70 tadan ortiq rivojlangan davlatlarda o'z faoliyatini yuritadi. Bu degani bu juda ham kuchli aniqlik degani, kuchli ishonch degani va mana shu laboratoriya bilan biz ish boshladik. Va sizda Yevropaga borib yoki Amerikaga borib topshirish emas va eng yaxshi tarafi hozir aytaman sizlarga, bu test endi boshlanganligi uchun bu laboratoriya O'zbekiston uchun narxlarni optimallashtirib bergan. Ya'ni bizning iqtisodiy holatimizdan kelib chiqqan holda, ijtimoiy holatimizdan kelib chiqqan holda narxlar optimallashtirilgan va siz agar bu testlarni Turkiyada, Dubayda bor bu testlar topshirsangiz bo'ladi yoki Amerikada, Yevropada topshirasiz. Bu ularning meditsinasining narxida. Bilasiz u yerda meditsinaning narxi qanaqaligini va bu bizni hozir shunaqa narxlar hozir optimallashtirilgan. Bu testlar ochig'ini aytaman, arzon emas, chunki bu genetik testlar va bu laboratoriya hamma narsani robotlashtirgan. Bu inson faktori kamaygan sari bilasiz, aniqlik darajasi kuchayib boradi, yuqori bo'ladi degani va bular bizga 100% aniqlik deb berishadi natijani.
Chunki bu narsa 20 yildan ortiq tajriba, 70 tadan ortiq rivojlangan davlatlarda qilingan tajriba va O'zbekistonda ham men bundan juda ham xursandman. Personallashgan, ya'ni individualniy, sizni o'zingizga moslashtirilgan tibbiyot borligi. Bu narsani oldin men aytaman, bu narsani oldin faqat mashhurlar qilgan, ana shu eng davlat yo'q, nima deydi, eng kuchli boy insonlar o'tkazgan bu narsani. Katta tadbirkorlar, dunyodagi ushab turgan siyosatchilar uchun, aktrisalar uchun, mana shunaqangi mashhur zvezdalar uchun qilingan bu narsa. Hozir dostupniy oddiy insonlar ham o'zining genetik xaritasini bilib, o'zi haqida ma'lumotga ega bo'lib, mana shu asosda personallangan tibbiyot personallashtirilgan tibbiyot asosida o'zini tanasini, demak, bilib anglab ola oladi. Demak, biz sizga Havo klinikda shunchaki hisobot emas, shaxsiy yondashuvni taqdim qilamiz va doktor Rahimova, ya'ni mening jamoam sizning genetik shifringizni kundalik hayot, estetika va salomatlik bo'yicha aniq shaxsiy strategiyaga aylantirib beradi. Bizda integrativ genetik bor. Bu narsani men o'zim o'tkazmayman, o'zim ginekologman. Men buni o'zim topshirganligim uchun va aynan o'zimni ayollarimda, patsientlarimda muammo bo'lsagina men ularga o'tkazib beraman. Lekin bu genetik testlarni sizni bolangiz topshiradimi, ota-onangiz topshiradimi, turmush o'rtog'ingiz, o'zingiz kim topshirishingizdan qat'iy nazar, bu testlarni sizga mana shu testlarni kirib kelishga sababchi bo'lgan insonlardan biri. Mana shu testlarni vrachlarimizga o'rgatayotgan, ustoz sifatida o'rgatayotgan integrativ genetik bilan sizda birga bir konsultatsiya bo'ladi va u sizni mana shu tahlilingizni qilib beradi va undan keyin mana bu meni protokolim. Ya'ni men bu testni iyun oyida topshirganman. Men haqimda bu yerda diagnozlar, balanslashgan ovqatlanish tavsiyalarim, taxminiy ratsionlarim bor bu yerda meni va undan keyin uxlashim, umuman hayot tarzim haqida umumiy tavsiyalar va men ichadigan vitaminlar tahlil, umuman menga tushadigan, mos keladigan vitaminlar tavsiyalari. Hamma narsa faqat vitamin emas, sog'lomlashtirish protokoli. Men uchun shaxsiylashtirilgan sog'lomlashtirish protokolini menga tuzib berishdi. Ana shu genetik shifokorimiz tomonidan qilib berildi. Demak, hozirgi kunda Havo klinikda Shahina Gasanova, integrativ genetik PhD va mana shunaqangi vrachlarimizga dars beradigan juda ham yaxshi mutaxassisni olganmiz. Aynan mana shu genetik testlarni tahlili bo'yicha birga bir siz bilan o'tirib, konsultatsiya o'tib, dastur tuzib beradi va siz bilan bir oy davomida endokrinolog vrach, health coach, Chexiya tajribasiga ega bo'lgan shifokorimiz bor. Ular siz bilan bir oy davomida birga bo'lib, sizni A tochkadan B tochkaga chiqishingiz uchun, sog'lig'ingizni yaxshilash uchun yordam beradilar. Siz bilan birga bir lichkada gaplashasizlar. Direktda gaplashasizlar. Har kunlik sizdan hisobot oladi, sizga vazifalar beradi va siz bilan birga sog'lig'ingizni ana shu yuqori darajaga olib chiqish uchun harakat qiladi. Bu aytganimdek, bu kelajak tibbiyoti. Demak, o'z kelajagingizni bugundan boshlang. Biz sizga yordam berishga harakat qilamiz va yordam beramiz maksimal darajada qo'limizdan kelgancha va bizda barcha biokimiya laboratoriya tahlillari bor va bu tahlillar Amerikaning Abbott kompaniyasi O'zbekistonda yagona bo'lgan, juda ham nomlari hozir esimda ham yo'q, mana shunaqangi laboratoriyamiz bor. Mana shu laboratoriyada biokimik tahlillar asosida hozirgi holatingiz, hozirgi biologik yoshingiz aniqlanadi va shu asosda va genetik testlaringiz asosida o'tirib sizga dastur tuzib chiqiladi. Va bizda juda ham yaxshi sun'iy intellekt bilan ishlaydigan UZI apparatimiz bor. Sun'iy intellekt bilasiz, inson omilini, insonni xato qilish omilini kamaytirib beradi. Hozir sun'iy intellekt imkoniyatlari juda ham kattalashib ketgan va aniq inson ko'zi ilg'amaydigan nuqtalarni ham aniqlab beradi. Mana shunaqangi UZI apparatimiz bor. Va shunaqangi xalqaro tajribaga ega bo'lgan UZI diagnostika shifokorimiz bor. Barcha a'zolaringizni diagnostika qildirish uchun, laborator tahlillar topshirish uchun, umumiy salomatligingizni tiklash uchun bemalol murojaat qiling. Biz sizga yordam berishga tayyormiz.